Aslida preparati bo'yicha anchadan beri savollar kelmagandi, yana boshlanibdi. Yana bir marta javob berishga harakat qilaman. Aslida preparati bu hayvonlarda, ya'ni mol, qo'y, ot, it, o'sha qushlarda har xil kasalliklar kelib chiqishini oldini olish uchun ishlatiladigan preparat hisoblanadi. Yana bir marta qaytarib o'taman, hayvonlar uchun, hayvonlar, odam uchun emas. Ofitsialniy instruksiyasini ochib o'qib ko'rsalaring, o'sha instruksiyada yozib qo'ygan. Bu preparatni har xil fraksiyalari bor, hamma fraksiyasi faqat hayvonlarda ishlatiladi xolos. Oshqozon, ichak, nafas yo'llari, siydik yo'llari kasalliklarida hayvonlarda ishlatiladi. Hayvonlarni davolash uchun. Bu narsani odamlarni davolash uchun ishlatishni bilmayman.